Assalomu alaykum. Web Development School onlayn web dasturlashda o'rgatish platformasiga xush kelibsiz. Sizlar bilan o'rganayotgan HTML Basics, ya'ni HTML asoslari to'g'risida ketayotgan darslarimiz davom etadi va bugun 7-dars. Sizlar bilan 6 dars o'tdik va undan oldingi darslarda yaxshi o'zlashtirdingiz va bemalol kodlar esingizda qoldi degan umiddaman. Bugun sizlar bilan nima o'tamiz? Bugun nimalar o'rganiladi? Bugun web sahifaga rasm joylashtirish va uni rasmda formatda desam to'g'ri bo'ladi. Rasmda katta kichikliklarini o'zgartirish haqidagi mana shu uchala kod bilan tanishib chiqamiz. Uning uchun birinchi navbatda albatta bizga rasm kerak bo'ladi va albatta sizlarga internetdan Google Chrome yoki boshqa bir sizda Internet Explorer bo'lsa ham bir xil qilib qanday tortish haqida, rasmni internetda qanday yuklash haqida gaplashib o'tamiz. Uning uchun mana men New York haqida rasm kerak edi. Shu sabab Google'ga New York deb yozdim va kartinkalar bo'limiga o'tdim. Va bu yerda menga mana shu rasm yoqdi. Endi men mana shu rasmni sahranit qilib olmoqchiman. Mishkani o'ng tarafini bosaman. Sahranit kartinka как deyapti. Va kartinkani sahranit qilaman. Qayerga? Рабочий stolga. Рабочий stolda menda Web Development School bor. Aynan Web Development School ishda dars 7-dars bor. Bu yerga esa New York deb qo'shib yozib qo'yaman. Yoki bo'lmasam York deb yozib qo'yaman. Va mana sahranit bo'ldi. Va mana 7-darsda ichida York degan mana bu faylni internetdan men ko'chirib oldim. Endi aynan mana shuni men HTML kodi yordamida brauzerimga qo'ymoqchiman. Uning uchun Sublime Textga kiraman va bu yerda yangi fayl ochaman. Ctrl+S tugmasini bosaman va bu yerda qayerga sahranit qilish chiqyapti. Bu juda muhim. Va mana shu yaratgan HTML faylingiz bilan rasm bitta papkada bo'lishi kerak. Bo'lmasam rasm brauzeringizda ko'rinmaydi. Kod yozsangiz ham. Shu sabab eslab qoling, fayl HTML fayli mana shu rasm bilan bitta papkada bo'lishi kerak. Dars 7.html deb yozdim va bu yerga sahranit tugmasini bosdim va html deb yozdim mana bu yerga. Title chiqdi. Title dorasiga New York City deb yozib, New York shahri. Endi bodyga men header1 yordamida men bu yerga New York City deb yozib qo'yaman. Xo'p, endi rasmni qanday qilib qo'yamiz? Uning uchun bizga img prezentatsiyada aytib o'tgandek img mana shu kod img src va bu yerga faylni nomi, ya'ni JPEG fayl. Menda ko'rib turganingizdek mana bu fayl JPEG ligini qaydan bilamiz desangiz, sahranit qilayotganimda JPEG fayl chiqdi. Va mana bu yerda ham risonak JPEG deb turibdi. Va bu yerda faylning nomi York bo'lgani uchun mana bu yerga men york.jpg qildim. York.jpg. Ya'ni fayl JPG formatda bo'lgani uchun va faylning nomi York bo'lgani uchun aynan shunday qilib Ctrl+S tugmasini bosdim. Endi buni men brauzer yordamida ko'raman. Open in browser. Va mana bu narsa chiqib qoldi. Nima uchun? Chunki york.jpg adashmasam bu yerda noto'g'ri yozdim. Yo'q, to'g'ri. JPG. Mana. Noto'g'ri yozgan ekanman. JPG deb yozib qo'ygan ekanman. JPG emas, JPG deb yozilishi kerak ekan. Aynan shuning uchun mana shu yerga fayl mana shu yerga PNG formatda bo'lishi ham mumkin. JPEG har xil formatda bo'lishi mumkin. Shu sabab mana shu faylni mana shu yerga e'tibor bering. York, ya'ni переименовать faylning nomi va undan so'ng fayl qaysi formatdaligi. Va mana bu yerda ko'rib turibsiz, New York. Aynan shu rasm meni brauzerimda ko'rindi. Albatta rasmlar qo'yish, ya'ni rasm bu veb-sayt yaratganingizda bu bir qismi, ya'ni veb-saytga chiroq beradi. Shu sabab bu juda muhim. Endi rasmlarni qanday qilamiz? Ya'ni qanday formatini o'zgartiramiz degan savol bor. Va bu yerda albatta width degan narsa bor. width yozamiz, ya'ni bu rasmning eni.
Mana bunaqachasi. Width ya'ni rasmda eni. Xo'p, menga rasmda eni 400 bo'lsin va height rasmda uzunligi uzunasi 350 bo'lsin. Va mana shunday yozdik. Buni keyinchalik widthlar CSS da beriladi, lekin HTML da ham o'rganib ketish zarar qilmaydi. Ya'ni width rasmda eni, height rasmda bo'yi, uzunligi. Va mana bu yerda refresh qildim. Ko'rib turganingizdek rasm kichkina ko'rinishga keldi. Yoki bu yerda 400 ga 350 emas, menga 700 ga 350 kerak. Ctrl plus S qilib yana bir qator zaharlanit qildim. Va bu yerga refresh qildim. Mana fayl kengaydi. Agar darslarimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta bu darslarni o'zingiz takrorlashni unutmang. Albatta 2-3 marta videoda ko'rib chiqing. So'ng esa mana shu amaliyotni o'zingiz qilishga harakat qilib ko'ring. Oldingi darslarda ham albatta qo'shgan holda vazifa sizga undan oldin o'rgangan kodlarimiz yordamida yana har doimgidek o'zingiz ideyangizni ishlatib, o'zingizga yoqadigan biror narsa qilishga harakat qilib ko'ring. Xatolaringiz bo'lsa albatta ko'rib chiqamiz.